bel, tizza, oyoq, kurak og'riqlaridan aziyat chekayotganlarga tabiiy mazda aytaman. Shuni bir sinab ko'ringlar, usulda juda yaxshi foyda olasizlar. Avval like bosib turinglar, ko'proq tarqalsin, foydali ma'lumot yetib borsin og'rig'i borlarga. Og'riqlarni qoldirish uchun foydali bo'ladigan tabiiy mazimiz uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona piyoz, 100 gram dumba yog'i, 1 bosh chesnok, yod. Yaxshilab eslab qoling. 100 gram dumbani eritasiz, jizza qilib olib tashlaysiz. Ana erigan qolgan yog'ga 2 ta piyozni oshga to'g'raganday to'g'rab, kuydirib olib tashlaysiz. Ana o yog'da 1 bosh golovka chesnokni hammasini to'g'rab, archilab, uni ham yog'da kuydirib, qoraytirib olib tashlaysiz. Keyin u tayyor bo'lgan yog'ni tashqariga olasiz, ozgina sovutasizda 2 qoshiq yod solasiz. Yaxshilab aralashtirib, bir kunga bitta qorong'iroq joyga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Shu bilan bizning mazimiz, tabiiy mazimiz tayyor. Uni ishlatishda ozgina olib, o'sha og'riq bo'layotgan bel qismi, tizza qismi, bo'g'imlar hamma joyga maz qanday surtilsa, o'shanday surtasiz. Grijasi borlarga yaxshilab bel qismiga surtib, bel og'riqlariga surib yoki bo'zni olib 7 metr yaxshilab kechqurun surib belingizni o'rab yotsangiz, ertalab og'riq yo'q. Bu muolajani to og'riq qolguncha takrorlashingiz mumkin, grijasi borlar. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.